Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya uyg'ur qurultiyi tor televiziyesi kundalik xəvərlər programımızga xoş geldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 3-cü ayının 10-cü günü çarşamba. Hammanglarning mush vaqti xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər programımızning təfsilatida bo'lsin. Xalqarалық qonun Erkek qirg'inchilik. Xitoyning etnik siyosiy va Uyg'ur tadqiqoti qatorliq sohalarda e'tirof qilingan 50 dan ortiq mustaqil tadqiqotchilar birlikda cho'ng hajmli doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan harakatlarining erkiy qirg'inchilik ekanligini va uning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasidagi har bir belgilamaga ayrim holda xilofligini bildirish bilan birga, Xitoy erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasi bo'yicha javobgarlikka tortilishi kerak deb ko'rsatdi. 9 mart günü Washingtondagi Newland strategiyasi va siyosat tadqiqot markazi tarafidan e'lon qilingan mazkur dokladda Xitoy Xalq Jumhuriyati 1948-yili imzolangan erkiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasiga xilof holda Uyg'urlarga qarata ilib borgan erkiy qirg'inchilikning javobgarligini o'z ustiga olishi lozim deyildi. Dokladda mundaq deyilgan: Yuqorida tilga ilingan erkiy qirg'inchilikni sodir qilgan kishilar va o'rinlarning hammasi davlat amaldorlari yoki hukumat organlari bo'lib, ularning davlatning unumli kontrolligi ostida ilib berayotganlari erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasining 2-moddasida sharhlangandek, Xitoyning Uyg'urlarni yo'q qilish g'arazini aniq yoritib beradi. Shunglashqa ushbu doklad Xitoyning qilmishlarini erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasiga xilof va Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan erkiy qirg'inchilik jinoyatining javobgari deb xulosa chiqardi. Dokladda ko'rsatilishicha, erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasining 2-moddasidagi belgilamaga asosan erkiy qirg'inchilik jinoyati ojiz va qo'g'dilishga tegishli to'plikka tava bo'lgan kishilarni butunlay yoki qisman holda qasdan yo'qotish niyatini ko'rsatadi. Dokladda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan yo'qotish xarakterlik harakat plani tövəndəki asosiy nuqtalarga yig'inchoqlangan bo'lib, ular yuqori qatlamning maqsadlik buyrug'i va umumiy plani, davlatning umumyuzlik siyosati, siyosat yurgizish shakli va takrorlangan buzg'unchilik harakatlari, Xitoylarni Uyg'ur oilalariga o'rinlashtirish buyrug'i, 2017-yilda boshlangan keng ko'lamli tutqun qilish harakati, keng ko'lamli tug'utning oldini olish strategiyasi, Uyg'ur bolalarini davlat egiligidagi o'rinlarga majburiy yo'tkash, Uyg'urlarning o'z kimligi, mahalla va oila hayotini yo'q qilish, ziyolilar va jamoat arboblarini nuqtaliq zarba berish nishoni qilish qatorliqlardan iborat. Dokladni tayyorlashga qatnashgan mutaxassislar Xitoyning rayondagi Uyg'urlarga qaratgan siyosiy va siyosatning yurgizilishiga umumiy jihatdan qarash kerak. Yuqoridagi bu siyosatlarning Uyg'urlarni qisman yoki butunlay yo'qotishni maqsad qilganligi ochiq-oshkorni ko'rinib turadi deb eskartgan. Dokladda aytilishicha, erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasida ko'rsatilgan qilmishlarning har qanday biri erkiy qirg'inchilik hukmini e'tirof qiladigan bo'lib, bu dokladda ko'rsatilgan dalil paketlar Uyg'urlarga yurgizilgan erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasining 2-moddasining odin agichi bo'lgan har bir tarmoq moddasiga xilof ekanligini isbotlab beralaydi ekan. Bu moddalar A to'pliqqa tava a'zolarni o'ldirish, B to'pliq a'zolarini jismoniy va ruhiy jihatdan og'ir zaxmlantirish, K to'pliqning turmush muhitiga qasddan zarba berish orqali jismoniy jihatdan qisman yoki butunlay buzg'unchilik qilish, D to'pliq ichida tug'utning oldini olishni maqsad qilgan tadbirlarni zo'rlab tengish, ma'lum to'pliqqa tava bolalarni majburiy holda boshqa to'pliqning a'zosiga aylantirishdan iborat bo'lib, mutaxassislar bularning har biri uchun nurg'un yetarli paketlarni ko'rsatgan. Newline strategiyasi va siyosat tadqiqot markazining alohida harakatlar direktori va bu dokladning yozuvchilarining biri bo'lgan doktor Ozim Ibrohim mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat. U Birlashgan Davlatlar Tashkilotining a'zosi va shundoqli Xavfsizlik kengashining a'zosi. Shunga bu yerda mas'uliyat bu ahdnomaga qo'l qo'ygan boshqa 150 davlatning zimmasiga tushadi. Bu davlatlar cho'qim Xitoyga qarshi harakatga o'tishi kerak. Erkiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasining muhim yeri shuki, bu bir akademiyalik munozara mexanizmi bo'lmasdan, balki erkiy qirg'inchilikning oldini olish mexanizmidir. Shunga ahdnomaga qo'l qo'ygan boshqa davlatlar Xitoy yurgizayotgan erkiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun maydonga tushishi kerak. Dokladda yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarning ko'payishini tizginlaganligi haqida paketlik ma'lumot berilib, Xitoy hukumati Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda sistemli holda tug'utning oldini olish harakatlarini kuchaytirdi. Lagerlarda bir tarafdan Uyg'ur ayollarga majburiy holda uzuk selish, bola tushirish va hayzni to'xtatadigan o'kul va dorilarni ishlatish vositalarida qo'llanilsa, yana bir tarafdan bola yuzi ko'ralaydigan Uyg'ur erlar nishonga ilinib va tutqun qilinib, Uyg'ur nopsining ko'payishi tizginlandi. Bu chambarchas bog'langan siyosatlar tufayli Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda nopsining eshish sur'ati 0 ga yaqinlashmoqda deyildi. Yuqoridagi bu doklad Amerikadagi va dunyodagi tonilgan axborotlarda xabar qilindi. Dokladning xulosasi 9 mart kuni Uyg'urcha, Xitoycha, Fransuzcha, Ispancha, Arabcha va Inglizcha tillarida tarqitilib zo'r inkas qo'zg'adi.
Dunya Uyghur Qurultiyi va Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mazkur muhim dokladning e'lon qilinish munosabati bilan bayonot e'lon qilib, bu dokladni hozirlagan tadqiqotchi va mutaxassislarga alohida rahmat etish bilan birga, buni biz xarakterlik doklad deb ko'rsatdi. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarining maqsadining Uyg'urlarni yo'qotish ekanligi Uyg'urlarga boshdan oxiri aniq bo'lsa-mu, biroq xalqaro jamiyatda toki bugungacha uning maqsadi haqida talash-tortishlar bo'lib kelgan. Biroq bu doklad orqali Xitoy hukumatining bugungacha yurgizgan siyosatlari va uning ta'sirlarining yig'indisiga umumiy jihatdan qarab chiqildi va uning maqsadi oydinlashtirildi. Xalqaro jamiyat Uyg'urlarning deganlarining to'g'riligini dalilladi. Bu sababli bu dokladni biz xarakterlik deb qarashga bo'ladi. Bayonotda yana irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlatlarning irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolashdan iborat mas'uliyatining bekitilganligini, shunga har qaysi davlatlarning cho'qim va'dasiga amal qilishi kerakligi ta'kidlanib bundoq deyildi. Irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlatlar uchun bu bir tanlash emas, balki bir majburiyat. Ular Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishining oldini olishga kash qoldi. Biroq Xitoyni jazolashga texi kash emas. Bu xalqaro normlarni qo'g'dab qilish va Xitoyga besim ishlatishning birdan-bir yo'li. Dunya Uyg'ur Qurultiyining 22-fevral kuni Janvada boshlangan va 19-mart kunigacha davom qiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining 46-navbatlik umumiy yig'indagi faoliyatlari jiddiy davom qilmoqda. Yig'in boshlangandan buyon Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi Qurultiyi vakillari 20 dan ortiq davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy elchilari bilan to'g'ri orqali ayrim holda ko'rishib, ularga vatan ichidagi Uyg'urlarning navbatdagi eng yangi vaziyati haqida to'liqlama ma'lumot berish bilan birga, ulardan Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga haydakchilik qilishni va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining Sharq Turkistonda erkin va mustaqil holda tekshirish ilib berishini qo'lga keltirishni talab qilib kelmoqda. Analizchilar xalqaroga to'nilgan 50 dan ortiq mustaqil tadqiqotchi tomonidan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi haqida 9-mart e'lon qilingan cho'ng hajmli dokladning navbatda Janvada chaqirilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining 46-navbatlik umumiy yig'iniga bevosita ta'sir ko'rsatadiganligini va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlar masalasini qo'llab kelayotgan davlatlarning Xitoyga qarshi texmi kuchli dalilga erishganligini bayon qilishmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining 46-navbatlik umumiy yig'ini boshlangandan buyon Dunya Uyg'ur Qurultiyi Kanada, Yaponiya, Irlandiya, Chex Jumhuriyati, Germaniya, Dunya, Islandiya, Shvetsiya, Finlandiya, Shveysariya, Daniya, Gollandiya, Latviya, Litvaniya, Meksika qatorliq 20 dan ortiq davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy elchilari bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatli komitetlari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida dokladchi xodimlari bilan to'g'ri orqali keng doirada uchrashish ilib bordi va ularga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy vaziyati haqida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tomonidan hozirlangan dokladlar taqdim qilindi. Bu xil ko'rishlar yig'in oxirigacha izchil davom qiladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining Janvada chaqirilgan 46-navbatlik umumiy yig'ini jarayonida Angliya, Germaniya, Turkiya, Amerika qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlari va ko'plagan davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilari maxsus Uyg'urlar masalasi haqida so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarshi kelgan keng ko'lamli tutqun qilish harakatini ayblash bilan birga, Xitoy hukumatidan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning haq-huquqlariga kapolatlik qilishni, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xodimlarining Sharq Turkistonda erkin tekshirish ilib berishga yo'l qo'yishni talab qilishdi. Xitoy bo'z Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashiga a'zo 47 davlatning biri bo'lib, o'tgan yil Xitoyning bu kengashga qayta a'zo bo'lib saylanishi Dunya Uyg'ur Qurultiyining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchragan edi. Amerikaning ayni chog'da Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishi g'arb demokratik ellarning noroziligini qo'zg'agan. Buni fursat bilgan Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ta'siri va nufuzi texmi oshirishga urinib kelgan edi. Jo Bayden hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining kelar navbatlik saylimida mazkur tashkilotga qaytadan a'zo bo'lib kirishga hozirlanmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi bilan 2020 yil 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga kirdi. Mazkur sud kollegiyasi o'zining tunji sudini bu yil 6-oyning 7-kuni Londonda o'tkazishga hozirlanmoqda. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 8 kishidan tarkib topgan baholash va hukm chiqarish hay'ati bu yil 6-oyning 7-kuni 50 nafarga yaqin guvohchini va arzdorlarni Londonga taklif qilib, oldi bilan ularning Xitoyning ustidan qilgan arz shikoyatlarini anglab chiqadi.
Angliya Uyg'ur jamiyati bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasi har qaysi allardan Londonda o'tkazilgan tunji sudga taklif qilingan guvohchini va arzdorlarni kutib olish xizmatlariga moslashib beradi. Uyg'ur guvohchi va arzdorlarning sudga sunilgan Uyg'urcha materiallarni inglizchaga tarjima qilib ratlab chiqish uchun maxsus bir guruhga qurilgan bo'lib, Uyg'ur tarjimon va akademisiyalardan tarkib topgan mazkur tarjima guruhi xizmatlari kecha kunduz davom qildirmoqda. Aslida bu yil 3-oyda chaqirilmoqchi bo'lgan tunji sud Angliyada yo'lga qo'yilayotgan koronavirus karantin tadbirlari sababidan 6-oyning 7-kuniga kechiktirilgan edi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey apandi bo'lsa ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi Xalqaro adolat divanida sobiq Yugoslaviya prezidenti Miloševićni sudlagan dunyoga mashhur sudchi bo'lib, xalqaro qonun sohasida yuqori inovatga ega shaxslarning biridan iborat. Bosh sudchi Jeffrey apandining bildirishicha, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasi 1948-yili yo'lga qo'yilgandan buyon irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblanganlarning ko'pinchisi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan tashkillangan xalqaro jinoiy ishlar sudida ayblanib kelgan bo'lib, ammo xalqaro jinoiy ishlar sudining qurilishi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining tasdiqini talab qilganlikdan, Xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lgan Xitoyning Uyg'urlar haqida sud qurilishini rad qilishi aniq ishgan. Ammo xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi hech qanday cheklama va to'silg'uga uchramay tarafsiz holda hukm chiqara oladi. Bu sud hech bir oldin hukm va yoki taxminga asoslanmagan holda dalillarni tekshirib, barliq bor bo'lgan material va faktlarga qarab oxirgi hukmnomani e'lon qiladi. Hukumatlar va xalqaro tashkilotlar o'ttirg'i chiqqan shu dalil asosidagi hukmnomaga orqali o'zlarining xalqaro majburiyat va javobgarliklarini to'lib yetadi. Agar Xitoy davlatining Uyg'urlarga qaratgan qasddan o'ltirish, qul qilish, o'rinsiz turmaga silish, qiyin qistoq, bosqinchilik va boshqa jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'mas qilish, majburiy g'oyib qilish, bolalarni ota-onalaridan majburiy ayirib etish, majburiy to'y qildirish va inson organlari tijoratidagi boshqa jinoyatlarni sodir qilayotganligi xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi tomonidan rasmiy isbotlanib hukm chiqarilgan taqdirda, bu hukm har qaysi davlatlar va xalqaro organlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Bugun ya'ni 10 mart dunyoning har qaysi allaridagi Tibetliklar 1959-yili 3-oyning 10-kuni Tibetda kommunist Xitoyning tajovuziga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonning 62-yilligini keng ko'lamda xotirladi. Bu munosabat bilan bugun Avstraliyaning Sidney shahrida Tibetliklar tomonidan o'tkazilgan xotirlash faoliyatiga va Xitoyga qarshi maraton yurishiga Dunya Uyg'ur Qurultiyi ishki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ra va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mamat Obul qatorliq bir guruh Uyg'urlar qatnashib, Sharq Turkiston xalqining Tibetliklarga bo'lgan qo'llashi va hamkorligini namoyon qildi. Sidney vaqti tushdan burun soat 10 da Sidney shahar markaziga to'plangan namoyishchilar bu yerdan Xitoyga qarshi jarangli shuar to'lishib 5 kilometr yiroqlikdagi Xitoy konsulxonasiga qarab yurish qildi. Baxtiyor Bo'ra va Mamat Obul apandilar namoyish jarayonida taklifga binoan so'z qilib, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va Tibet xalqiga silayotgan zulmlarni qattiq ayblish bilan birga 15 mart kuni Avstraliya parlamentida ovozga qo'yiladigan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining ma'qullanishini chet ellardagi butun Uyg'urlarning taqozolik bilan kutayotganligini ta'kidlab o'tishdi. Vatandagi urug' tuqqanlarning izdirikini qilib o'tgan yilning oxiridan buyon har kuni degidek Turkiyaning Istanbuldagi Xitoy konsulxonasiga yaqin joyda norozilik namoyishi elib berayotgan lager qurbonlari yaqinlarining bu harakatiga ovoz qo'yish harakati har qaysi allardagi Uyg'urlar orasida izchil davom qilib kelmoqda. Hozirga qadar bu munosabat bilan Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Germaniya, Norvegiya, Gollandiya, Belgiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari Turkiyadagi qarindoshlarga madad berish maqsadida oilam nada degan o'rtaq shior ostida maxsus namoyishlar uyushtirdi. Masalan, Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tomonidan Xitoyning Germaniya Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida 16 fevral boshlatilgan Oilam qayerda nomli norozilik namoyishi bugun 23-kuniga qadam qo'ydi. 23 kundan buyon namoyishchilar har kuni Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi va Dunya Uyg'ur Qurultiyining Yevropadagi xizmatlariga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandimning bevosita riyosatchiligida 15-20 kishilik guruhlarga bo'linib navbat bilan namoyish qilib kelmoqda. Bu namoyish dastlabki qadamda bir oygacha davom qiladi. Namoyish boshlangandan buyon Germaniya Bavariya o'lkalik parlamentining mas'ullari, kishilik huquq tashkilotlari va turk tashkilotlarining vakillari namoyishga qatnashib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Undan boshqa yana Germaniyaning Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Düsseldorf shaharlarida bu xil namoyishlar davom qilmoqda. Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirish bilan Oslodagi Xitoy elchixonasi oldida 22 fevral boshlatilgan namoyish bugun 17-kuniga qadam qo'ydi. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Gollandiyaning Amsterdam shahridagi Dam maydonida Xitoyning xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi hafta oxirlari izchil turda yolg'iz kishilik namoyish o'tkazib kelayotgan pidokor Uyg'ur ziyolisi Abdurahim G'ani apandimi 1 mart kunidan e'tiboran namoyish o'rnini Xitoyning Gollandiyadagi bosh elchixonasi oldiga yo'tkazdi va mazkur namoyishmi Gollandiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning ovoz qo'shishi bilan har kuni izchil davom qilmoqda.
Namoyish jarayonida Xitoy elchixonasiga kirishga uringan Abdurahim G'ani apandim bilan Gollandiya saqchilari o'ttirsida qattiq surkilishlar yuz berdi. Turkiyaning İstanbuldagi konsulxonasiga yaqin joyda norozilik harakati ilib berayotgan namoyishchilarning soni uzluksiz ko'payib bormoqda va ularning bu harakati Turkiyadagi har qaysi partiya va ommaviy tashkilotlarning, shundaqli yerlik turk xalqining qo'llashiga erishib kelmoqda. 8 mart ayollar bayrami kuni Xitoy hukumatining Pokistondagi bosh elchixonasining madaniyat maslahatchisi Jang Xichang o'zining Twitter betida hijobingni ichivat, ko'zlaringni men ko'ray. Xitoy usuli degan mavzuda yerim yalang'och bir Xitoy qizining usul o'ynagan videosini chiqargan. Ammo oradan hech qancha o'tmayli buningga qarshi qor yomg'irdak inkoslar yozilib, Pokistonda qattiq qo'lg'uli paydo qilgan. Bu vaqtda tushgan inkoslarning hammasi degida Xitoy elchixonasining oliy darajalik maslahatchisi bo'lgan bir xodimning musulmonlar davlatida hijobingni och deb chaqiriq qilishini musulmonlarga qilingan og'ir haqorat deb qaragan. Shundaqla mushundaq bir kalva amaldorning qandoq bo'lib elchixonada madaniyat maslahatchisi bo'lib ishlaydiganligiga savol qo'ygan. Yana ba'zilar bo'lsa Xitoy hozir musulmonlarning hijobini yo'q qilyapti. Buni bizning davlatimizga ilib kelishingga ruxsat yo'q deb xitob qilgan. Pokiston vaqti gazining 9 martdagi xabarda aytilishicha, Jang Xichang shu kunida Twitter betidagi bu uchurlarni yuvatgan. Ammo uning Twitter betining ekran yuzini suratga ilib olganlar bu suratlarni boshqalar bilan ko'plab ham baharlagan. Shundaqla bu kalva amaldorning qilmishini Beijingga ma'lum qilib qo'yayli. Bu saman qo'rsoqni Pokistondan haydab chiqarayli deb tilsagan. Dunya Uyghur Qurultiyi tadqiqot markazining uyushtirishi bilan 19 mart kuni No'ruz haqida ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Dunya Uyghur Qurultiyi tadqiqot markazining raisi Anvar Ahmad apandining bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi tur muhokama yig'inida Uyghur tadqiqotchilaridan doktor Olimjon Inoyat, doktor Hoji Qutlug' Qodiri va doktor Olimjon Bug'do apandilar No'ruz bayramining borliqqa kelish jarayoni, Uyg'urlarning No'ruz o'tkazish tarixi va uning konkret alohidaliklari, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atining Uyg'urlarni va Uyg'ur davosini xalqaroga tonitishda o'ynab kelgan tarixiy roli haqida o'zlarining ilmiy qarashlarini o'ttirg'i qo'yib o'tadi. 19 mart kuni Berlin vaqti soat 17 da, İstanbul vaqti soat 19 da o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dunya Uyg'ur Qurultiyining YouTube sahifasi orqali naq maydondan bevosita ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli va mo'l mazmunli suhbatni qochirmang. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.